Atçoğunuz kim edi? Hasan Nurbay. Nurbay, kaçadan geliniz? Şadara. Şardıradan ekan bu kişida. Kaçan boldunuz insult? 2 yıl burun. 2 yıl burun bu kişi insult bolgan. Bizni kelip turadi bu kişi. Hozir bizning rejimdagi bo'lgan, keyin bir aziz jag'day durust. Tak, mana polni istemayman bu bilan. Tak. Tak. Hozir iglo terapiya jasaymiz bu kishga. Tak. Qancha qilamiz? Bizde burada insultlarda polni yemning barlig'i bor. Bizde birinchi o'chib iglo terapiya ketadi. Ondan keyin spesial bizde uzbek massaj degan bor. Uzbek massaj istaydi. Ondan keyin qon olinadi, krovskani qilinadi. Ularning eng glавный qandari qo'yib bo'ladi. Ko'kam stro'g rejim bo'lgan, hozir yaxshi, darajasi yaxshi, qonda suyuq qoladi. Biz ko'kamiz o'sha rejimdan uchun qo'lay qilib sekret ko'kam. Qalay bu masajlar bo'lyaptimi yaxshi? Ha, yaxshi. O, qarshi. Dietan ustavasiz. Dietan ustavat. O, молодец. Masaj keremet. Masaj ne yapıldı? Keremet yaxshi ekan masaj. Ha, masaj keremet. O, хорошо. Ya bizdeki masaj üzbe masajı, üzbe. Tak, bu eng Türklerin eski masajı. Adamın derisinde üzüldüğün uzunlar болады. Sonu üzüp çıksa, kolda koy jüredi. Bütün tamak yavakan çok koy. Çok. Tek bizim tamak cevaz. İyi. O, хорошо cevaz. Так, cevaz. Yem bol.